Selamünaleyküm qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar Doktor Mamtimin A'laning Uyg'ur qatlami psixologiyalik nazar nomli kitobining kollektiv asorat nomli bo'limi. Kollektiv asorat. Bedende ko'rinmaydigan shundoq cho'nqur yaralar borki, ular qanaydigan har qanday narsadanmi o'ta og'riydi. Lorbil K. Hamilton. Asorat shaxsiy bo'ladi. Agar u inovatlik qilinmasa, yo'qolmaydi. U sal qaralgan yoki inovatsiz qilinganda sukutlik noli faryodlar ichki jihatdan tutqun qilinuvchi to'xtamasdan anglanib turadi. Boshqa biri bu azobga kirganda va bu noli faryodlarni anglaganda saqiyish boshlandi. Ranel Bernok. Meşhur German faylasufı Nietzsche özünün vaqtsiz fikirlenişler degan kitabının 2 maqolesida odamlar kalalarga hasad qiladi. Chunki kalalar zerikishdan va azobdan xoli yashaydi deb qaraydi. Kalalarning baxtli bo'lishdagi sabab shuki, ularda aslash qobiliyati bo'lmaydi. Shunga ularning na o'tmishi, na hoziri yo'q. İnsanlarga solishtirganda ular tarixsizdir. Mana shu selishtirishning ramkasi ichida Nietzsche o'zining odamni azod qilg'uchi kuch haqidagi mono qarashini o'ttirib qo'ydi. Aktiv unutish. Bu yerdagi aktiv unutish aslimalarning asta-asta unutilishini ko'rsatmasdan, balki aktiv va ijobiy kuchni, ya'ni bir shaxs, guruhpa, kultur yoki jamiyatning sog'lom va shodmon hayotni yashash iqtidorini hamda o'ziga ishonish va yangi kelajakni yaratishini ko'rsatdi. Aktiv unutish tanlashdan aslashni aktivlashtirdi. U hozir va kelgusi uchun foydali bo'lmagan o'tmish haqidagi aslimni neytrallashtirdi va to'sib qo'ydi. Bu orqali odamlar xuddi hayvonlardek aslimsiz shodmon yashay oladi. Ammo bundaq yashash uchun odam unuta olmasa bo'lmaydi. Asorat individualining bartaraf qilish iqtidoridan olib ketadigan, yordamchisizlik hissiyotlarini keltirib chiqaradigan, o'zlik hissini, hissiyotlarni va boshqa tajribalarni to'liq bilan his qilish qobiliyatini tavallashtiradigan, shundaqla nihoyatda azobliq yoki parokanda qiladigan voqeaga bo'lgan imkosni ko'rsatdi. Hissiyoti va psixologiyalik asorat favqulodda stresslik voqealarning bizning bexatarlik tuyg'umuzni tuyuqsiz vayron qilishi bilan o'zimizning xatarlik, umidsiz va yordamchisiz dunyoda yashayotgandek his qilish va o'ylashni ko'rsatdi. Asoratda ilgari o'zini bexatar sezadigan o'zligimiz jiddiy xatarga tushadi. O'zi bilan bo'lgan dunyo, boshqalar va hatto o'zi o'ttirisidagi o'zi bilan o'zining hissiyotlari va tuyg'ulari o'ttirisidagi bog'lanishni his qilishda qiyinlashadi. Yomonlashganda hatto o'zini hissiyot jihatdan qo'lishib qolgandek, palash bo'lgandek his qiladi. Natijada odamning o'zi yashayotgan dunyoga va boshqalarga bo'lgan ishonchi jiddiy krizisga uchraydi. O'zini tugamas stress, andisha va tushkunlikning girdobida ko'radi. Ba'zilarda tashqi muhit va sharoit emas, balki ushbu sharoitning ta'siriga uchrag'uvchilarning inkosining, psixik alayliklarining va biologiyalik ariq ko'rinishlarining qandoq bo'lishi uning asoratga uchirmaganligini belgilaydi. Masalan, o'xshash urush, uning qatnashganlarning qo'rqinchliq yoki insoniysiz harakatlarga shohid yoki ularning qurboni bo'lg'uchilarning hammasini asorat qilmaydi. Ammo uningda aman qolg'uchilarning asoratining sababi ko'p hollarda dal ashu urush bo'ladi. Urush amanchisi qanchalik qo'rqqan bo'lsa, o'zini qanchalik tayanchsiz his qilsa va o'zining kelgusiga umidsiz qarasa, shunchalik asoratlangan bo'ladi. Asorat ondan bizning dunyoga bo'lgan burumlangan, bir taraflamalikka to'lgan idrokimizning sababchisi bo'ladi. Tövendeki hadisler hissi ve psikologiyalik asaretini keltirip çıkardı. Birinci, bir qatımlıq vaqalar. Bir qatımlıq hadise, saxmilanish yoki vahşi hücum, bo'libmi kutilmagan yoki bolalik vaqtida yuz bergan intayin ko'ngilsiz,
azaplık yoki numusluq hadise və vaqtdakı əslimələr. İkinci, davamlaşıyatqan, toxtamayatqan hadise. Məsələn, cinayət qaplab ketgan, məhəllədə yaşaş, hayatqa təhdid saldıgan kasallik bilan ilişiş, adamni toxtamasdan parakanda qiladigan, stressga saladigan ham endişelendiradigan vaqalar. Məsələn, ailə zo'ravonligi, jinsiy parakandachilik, urush, bo'zaq qilinish, uzoqqa so'zilgan tabiiy yoki sun'iy ofat, qatlam yoki bolaligida ota-onasi tarafidan xo'rlanish, sal qarilish va tashlab o'tilish. 3. Odatda sal qaraladigan sabablar. Yaqin birining tuyuqsiz o'limi, muhim deb qaraladigan munosabatning buzilib ketishi yoki qattiq nomusliq yoki odamning umrini yerga qo'yadigan tajriba qatorliqlar. Buning psixologiyalik va hissiyoti inkaslari tuvandikicha. Hissiyat alomatlari azoblanish. Bular tuvandikini keltirib chiqardi. Uyqusizlik. Buning ko'p uchragan fizik alomati ko'ngil ichish. Buning psixologiyalik alomatlari tushkunlik. G'azab qarabasini keltirib chiqardi. Buning fizik alomati yurak asali sep ketish. Psixologik alomat bo'lsa tushkunlik. Rad qilish arg'iliqni keltirib chiqardi. Bir udul kelmaydiganda qildi qaranda. Buning psixologiyalik va hissiyoti inkaslari tuvanlik jadvalda ko'rsatilgandek. Buning hissiyoti alomatlari azoblanish, g'azablanish, rad qilish, qo'rqinch, numus, gunoh va o'zini ayplash, qaymoqish. Bular tuvandikini keltirib chiqardi. Uyqusizlik, qara besish, arg'inlik, hayronchilik, diqqatsizlik, terikketlik. Buning ko'p uchraydigan fiziklik alomatlari ko'ngil ilishish, yurak asali sep ketish, muskul chanqilish, badanning u yer bu yeri og'rish, besh qayish, istaysizlik. Buning psixologiyalik alomatlari tushkunlik, kasiq, andisha, bog'lanishsiz qalayimqanchiliklar. Boshqalar bilan munosabat qurishda qiynalish, hissiyotsizlik, umidsizlanish, yordamchisizlik. Bu bosh arqini keltirib chiqardi ekan. Asoratdan biz yanada əsrətlanishga o'xshash yoki uningga o'xshab ketadigan alomatlarni bayqaymiz. Chunki har ikkisida qadrlik deb qaralgan narsani yoki odamni tuyuqsiz yo'qotishdan kelib chiqadigan azoblanish, g'azablanish, tushkunlashish qatorliq alomatlar ko'p ko'riladi. Shunga ba'zi əsrətlanishlar uzoqqa so'zilgan asoratga aylanishi mumkin. Asorat ma'lum ma'nodan xuddi Nietzsche aytgandek unutilishi kerak bo'lgan ko'ngilsizliklarni odamning unuta olmasligidan kelib chiqadi. Uningda unutilish kerak bo'lgan xotirlar kallada qayta zohir bo'lib, odamni azoblaydi. Qora besish shaklida odamni to'xtamasdan qiynaydi. Odamning ko'ngilsiz va azobli o'tmishi uni har vaqt qo'g'layotgandek bilinadi. Bu uning o'tmishining xuddi yirtqich hayvondek tuyuqsiz kelib qayta xamtalash qilishiga o'xshaydi. Buningda odam o'zining ichida, qalbida xotirjamlikni yo'qotadi. O'zini ruhida qayta qanil bo'ylayotgandek his qiladi. Ammo ma'naviy kuchsizlikda va umidsizlikda bularning hech qaysisi to'xtatilmaydi. Bu ma'nodan asoratda, bo'libmi kelinkilik asoratda odam o'ziga aslimasi tarafidan dushman qilinadi. Azobliq va ta'sir osonlashib bitmaydigan voqeaga uchrashuvlarning hammasi asorat yetildirmagandek, asorat yetildirganlarning hammasi o'zida keyingi asoratlik stress qilayotganchilik shakllantirmaydi. Ba'zi kishilar o'zidan nuqurqini jadvalda tilga ilingan asoratlarni ifodalaydi va bu bir necha haftaga qolmay yo'qaydi. Buni jiddiy stress qilayotganchiligi deyishga bo'ladi. Ammo keyingi asoratli stress qilayotganchilik kasif buna o'xshamaydi. Yuqorida tilga ilingan alomatlar bir necha oy to'xtamay davomlashsa, hamda bu shaxsning hayotlik funksiyasini joriy qildirishga qattiq ta'sir ko'rsatsa, uni kasibga giribtor bo'lgan deyishga bo'ladi. Hatto ba'zilar asoratli hodisaning ta'sirini bir umr tortishi mumkin. Masalan, qattiq va qonli urushdan qaytib kelgan askarlarda bu xil ahvol ko'p ko'riladi. Shuningdek, bu xil kishilarda keyingi stress qilayotganchilikning tumandagi ahvollari va alomatlari ko'riladi. Andisha hujumlari, anxiety attacks, tushkunlik,
Ölüveliş, oyları ve hisleri, zəhərgi biriliş, yalğız tıraş ve kündülük vazifini orunlayalmaslık qatırlıqlar. Gerçi her kim özüdeki kasıqını tecrübesinden her xil şekilde ötküzsümü, onun tövendeki 4 xil asaslı türler var. Birinci, asaretlik hadisini qayta tecrübesinden ötküzüş. Bu bir ixtiyar ve qayta tekrarlanan eslimeler, qara besişler yoki asaretlik elinğanda yoki eslitilgende güçlük yoki fiziklik inkas qaytırış qatırlıqlarını öz içine alıdı. İkinci, özünü elip geçiş ve hissiyatsızlık. Asaretini yadıq saladığan her qandaq nərsədən, sözdən, hərəkətdən ve oydan amal bar özünü elip geçiş. Azapның jarayonlari ve təfsilatlarını toluq əsləyilməslik. İlgiri yaxşı görüp qıldığan fəaliyyətlərə ve umumi məndən ayatqa qarta qızıq çıxarmaslık. Hissiyati paylaşlikni yoki qo'shib qilishni his qilish. Başqalar bilan berish kelish qilmaslik. Shundaqla cheklik bir kelgusinin yo'qolganligiga chin putish qadarlıqlar. 3. Ziyade sızımcallık. Bu uxlayalmaslık, terikkeklik, ziyade səgeklik, her vakit ciddiyade tuturuş, hayrançılık, açıqlanış, partilaş, agresiflik, özünü veyran qilish yoki məsuliyyətsiz qılmışlarga beriliş. 3. Selbi oy ve keyfiyet özgürüşü. Yetlaşqandek, yalğızdek his qilish, diqqətini yığalmaslık, xatirisi naçarlaşış, düşkünləşiş, ümitsizleniş, gumanlanğandek ve aldanğandek his qilish. Şundaqla günah, numus yoki özünü ayıplash duyğuları. Bazı asaretler ma'lum şəxsga emas, balki ma'lum cemaatga, millatga va xalqqa yuz beradi. Bu vaqtda bundaq asaret yakki şəxsning asarati bo'lishdan bir kollektivning asarati bo'lishga kengaydi. Kollektiv asaret ma'lum bir kollektiv, gruppa, millat, cemiyet yoki xalq uchirgan asaretlik psixologiyalik unumni ko'rsatadi. Asaretlik vaqani, fojiani yoki tragediya dik bir hadisini beşinin keçirgen yoki onunğa şahit bo'lgan butkul cemiyet onun bevosita yoki vasitlik sirpsiga uchrag'uvchilarda bir-biriga o'xshab ketadigan ma'lum asaretlik alomatlar ko'riladi. Bu shu jamiyatning umumiy ijtimoiy muhitiga emas, balki uningda yashaydigan kishilarning o'yi, munosabati va qilmishiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Texmi muhimi u shu kollektivning o'zini, o'zining kimligini va dunyodagi o'rnini qandoq idrok qilishni butunlay o'zgartirib o'tadi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarning hozir uchrayotgan zulmini til bilan ifodalash mumkin emas. Shunisi aniqki, bu qatlam Uyg'urlar ichidan necha avlod davomlashadigan avlod aro asoratni barliqqa keltirish potensialiga ega. Hozircha bu qatlam elam davomlashayotganligi sababli ushbu asoratning qanchalik darajada ekanligiga aniq bir nima demak tez. Shundimi boshqa qatlamlarning tajribasidan shunisi ayonki, her qandaq bir qatlam jismoniy qirg'inchilik nuqtasidan ma'lum mezgil davomlashsa, psixik asorat nuqtasidan necha avlod davomlashadi. Bu Holocaustning bizga bergan achchiq va fojialik amaliyatidir. Xuddi bir shaxsning aslimasi bo'lgandek, bir jamiyatningmi aslimasi bo'ladi. Xuddi bir shaxsning ziyodi ko'ngilsiz aslimasi asoratni keltirib chiqarganidek, bir jamiyatning ziyodi ko'ngilsiz aslimasimi kollektiv asoratni keltirib chiqaradi. Bunun eng murakkab shaklini biz shu jamiyat uchirgan asoratdan ko'ra olamiz. Tarixda ma'lumki, faqat 20-asrda Yahudi qatlami Hiroshima va Nagasakiga atom tashlash, Perl Marvayt arliq hujum qilish, 11-sentabr voqeasi qatorliqlar hammaga tanishliq tragediyalik voqealar va qatlamlar yuz berdi. Bular shu voqealarning bevosita va vositalik ta'siriga uchrashlarda kollektiv asoratlarni keltirib chiqardi. Kollektiv asoratni texim ilgirlab tushunish uchun uning shaxsiy asorat bilan bo'lgan farqiga qisqacha qarab chiqamiz. Shaxsiy asoratning ta'sir doirasi ko'p hollarda shu shaxsning o'zi va uning atrofidagi bir qancha yaqinlari bilan cheklanadi. Ammo kollektiv asorat bo'lsa, bir butun kollektivning kollektiv xotirasi saqlanadi. Ularning o'z sharoitini o'ylash iqtidoriga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ularning o'zini qadrlash tuyg'usini kollektiv bo'yicha ojizlatib, ularni o'zidan faxrlanolmaydigan, kelgusini ko'rilmaydigan qilib o'tadi. Bu xil salbiy uchurlar avloddan avlodga turli shaklda yetkaziladi. Masalan, shu tragediyalik voqea haqida yozilgan adabiy asarlar, ishlangan naqsh musiqalar, sızilgan rasmlar va ishlangan kinolar qatorliqlar shundaqla keyingi avlodlar yana uchrab turadigan va shu qatlam tarafidan manbalangan kamsitishlar, uni inkor qilishlar yoki turli shakldagi xo'rliqlar oxiri agar shu kollektivning sharoitida sifat xarakterlik o'zgarish bo'lmasa, shu voqeaning ta'sirini qallasida bir taraf qilishda mag'lub bo'lsa, bu kollektiv asorat avlod aro asorat shaklida uzoq davomlashadi.
Bu nuqtani texim yaxshiroq tushunish uchun tövəndəki 3 qatlamni qısqaştırıb, seliştirib, ulardakı psixik ta'sirlar, ularning ifodaları və qoldiqlarini analiz qilaylik. Qatlamning ismi Yahudi qatlami. Bu qatlamning usuli Yevropadagi davlatlarga besim tushirib, Yahudilarni tutib jazo lagerlariga yo'llatqizish. Qatlam mezgilida bu vaqtdagi uchurni qattiq qamal qilib, bu vaqtda hech qanday chet el hukumatini ig'iz ochqizmaslik. Ayollarni va bolalar bilan ota-onalarni bir-biridan ayirib turish, jismoniy va psixologiyalik qirg'inchilik olib berish, qul emkiga selish, jazo lagerlarida o'ltirish. Kollektiv asarat bo'lganmi? Ha. Asaratdan qutulishning yo'llari. Ziyonkashlik qilg'uchining urushda yengilib vayron qilinishi, qatlamga uchraganlarning oxiri mustaqil davlatini Isroiliyani qurishi va o'zini mukammal qo'llash iqtidorini hozirlashi, g'arb davlatlariga o'rlashtirilish va yaxshi psixik kasallik mulozimatidan foydalanish, xalqaro jamiyatning 2 dunyo urushidan keyingi yordami, istashligi va ziyonkashlik qilg'uchilarga bo'lgan umumiylik nafrati, g'arbda Holocaustni inkor qilishni jinoyat qilib bekitish, uning tarixiy va real ma'nosini vayron qilishga urinishni to'sish, qatlamda o'lganlarning ruhini qo'rindirmaslik va qatlam qilishga tayanch ideologiyalarning, masalan, oshqin o'ngchillik, fashistik va natsizmlik ideologiyalarning qayta bosh ko'tarishining oldini olish qatorliqlar. Qatlamda o'ldirilgan 6 million Yahudi uchun adolatni joriy qildirish, yerlik davlatlik va xalqaro sudlar orqali ziyonkashlik qilg'uchilarni jazolash, ziyonkashlik qilg'uchilarni maxfiy o'ldirib qisos olish orqali psixik tamponlikqa erishishga urinish qatorliqlar. Avlod aro asorat ahvoli, ig'ir, sistemlik tadqiq qilingan, yer shariviy, psixik mulozimat to'ri bor. Rohingya qatlami. Keng ko'lamda o't qo'yish qatlamning usuli. Keng ko'lamda o't qo'yish, turumlarni sulash va o'chqashgar etib tashlash orqali qirg'inchilik qilish, yurt makonlaridan haydab o'tish, makonsizlashtirish, och yalang'och qo'yish, vataniga qaytib borsa, o'xshash qatlamning ya'ni yuz berish mumkinchilik keltirib chiqargan kollektiv ansirash. Kollektiv asarat bo'lganmi? Asaratdan qutuldirishning yo'llari. Ziyonkashlikka uchrag'uchi hali ham kuchli bo'lib, ularga har vaqt zo'ravonlik qilish mumkinchiligi bor. Shuningga ko'ra, bu qatlam reallikda emas, balki qurbonlarning kallasida oxirlashmadi. Ularning kelgusida o'zini to'liq qo'llash iqtidoriga ega mustaqil davlati yo'q. Nurg'un rohingyalar o'ldirildi. Ba'zilari boshqa davlatlarga asosga Bengal davlatiga qochib panohlikda turyotdi. Psixik yordamga erishishi bekli oz va qiyin. G'arb davlatlariga o'rlashganlardan sirt. Xalqaroning izchil yasashligiga qo'lishi yetarli emas. Avlod aro asorat ahvoli bekli ig'ir. To'liq tadqiqot yo'q. Psixik mulozimat bekli kamchil. Uyg'ur qatlami. Uyg'ur qatlamininki usuli ayollarni va bolalarni ota-onalarni bir-biridan ayirib o'tish, ichki a'zolarni setish, jazo lagerida o'ldirish, qul emkiga selish, ayollarni tug'mas qilib o'tish, gen uchurlarini elish, hamma tarafdan nazorat qilish mexanizmi o'rnatish. Kollektiv asarat bo'lganmi? Ha. Asaratdan qutulishning yo'llari ziyonkashlikka uchratquchi hali ham kuchli bo'lib, ziyonkashlikka uchrag'uchilarga har vaqt zo'ravonlik qilish mumkinchiligi bor. Shuningga ko'ra, bu qatlam reallikda emas, balki qurbonlarning kallasida texi oxirlashmadi. Hatto Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar lagerlardan qo'yib berilsa-mu, ular yana Xitoy hukmronligida, ya'ni ularga bu asaratni berguvchilarning dunyosi yashaydi ekan, ularning psixik jihatdan asli kelishi bekli qiyin va hatto hozir mumkin emas. Ularning kelgusida o'zini to'liq qo'llash iqtidoriga mustaqil davlat yo'q. Hozircha vatandagi Uyg'urlarning xuddi Yahudiylardek chet elda o'ltiraqlashishi mumkin bo'lmag'achqa, ularning yetarli psixik davolashga ega bo'lishi mumkinsizdir. Xalqaroning izchil istashligi va qo'llashi yetarli emas. Musulmon davlatlarining Uyg'urlardan yuz o'rishi chet eldagi Uyg'urlarni texnik qattiq psixik azobga duchor qiladi. Buningda avlodlar aro asorat ahvoli bekli ig'ir bo'lishi mumkin. Hech qanday tadqiqot yo'q. Vatandagi Uyg'urlar qarta psixik mulozimat yo'q. Vatandagi va chet elki Uyg'urlarning psixik davolanishda bo'lgan tushunchasi bekli yuza va hatto yo'qning o'rnida. Ikkinchisi kollektiv asarat va shu kollektivning o'z kimligini idrok qilishni o'zgartirib turdi. Masalan, 2 dunyo urushida Amerikaning USS
Puffer SS-268 namlıq su astı paraxoti Yaponiyanın Soyuzki bir paraxotning shiddatli hujumiga uchraydi. Bu hujumda ular dengizning cho'nqir bir yerda yoshirinib turishga majbur bo'ldi. Yaponlar oxiri yer asti paraxotining qochib ketganligiga ishongandan keyin hujumni to'xtatdi. Shuning bilan su asti paraxoti bu hujumni aman qildi. Keyin bu paraxotlarga elib berilgan psixologik tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bu guruhga keyin taqsim qilingan matros askarlarni uningdagi aslidagi askarlar hargizmi araga olmaydi. Chunki ularning beshidan o'tgan qabahatlik o'rtaq qismat ularning guruhga engini qattiq kuchaytirdi. Ularning bu voqea haqida kollektiv xotirasi ularning qarindoshlik va taqdirdoshlik hissini changitdi. Bu asoratli voqeadan keyin Amerika dengiz armiyasi kelgusida shunga o'xshash tragediyalik voqea bo'lsa, askarlarning boshqa guruhlarga yangi vazifalar bilan tarqaqlashtirilganligini uqtirdi. Uyg'urlarning hozir ahvolida kelgusida ham dardlik, ham taqdirdoshlik va ham avandoshlik mehri chiqishi mumkin. Bu ham ularning kimligining qayta shakllanishi uchun muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, bu keyingi avlodlarga ham ko'chishi mumkin. Ammo kollektiv aslimining avlod oraliq ma'nosi bir-biriga o'xshab ketmaydi. Real tragediya bilan vaqt va makon jihatdan yiroqlashgan sari uning kishilarning xotirasiga ma'nosi o'xshamaydi. Uchinchisi, shaxsning asoratini tekshirish. Uningga diagnoz qo'yish va psixik parvarish qilish nisbatan oddiy, qulay va unumli bo'lgani bilan kollektiv asoratning darajasini bekitmak, uni bartaraf qilish va parvarish qilmoq intayin murakkabdir. Masalan, Uyg'ur qatliamining amallarini va rehabilitatsion salomatlikni asliga keltirish qilish bekli murakkab bo'ladi. Vatan ishida hozircha bu mutlaq mumkin emas. Vatan sirtida buni qilish tamoman bo'ldi. Shundaqmi har bir shaxsning bunday bir asoratning hodisiga qaytarilgan imkosi sharoiti chidamchanligi ilgari bo'libmi bolalikdagi tajribalari o'xshamaydi. Uning ustiga agar Uyg'urlarning kollektiv asoratining siyosiy va ijtimoiy manbasi yo'qotilmaydi ekan, ularning to'liq saqlashi emas, hatto ularning asliga kelishidanmi so'z echish mumkin emas. Hatto ba'zi Uyg'urlar lagerlardan, turmalardan qo'yib berilsa-mu, ularning fiziklik va psixiklik zaxmisi allabirun chekni eshib ketgachga, ularning asliga kelishi bakli tas va hatto mumkin. Xi Jinping 2020 yil 9 oyda ishilgan 3-navbatlik atalmış Şinjan xizmat yig'inida 2014 yil ishilgan 2-navbatlik yig'inni elib kelgan yutuqlarni muayyanlashtirib, atalmış Şinjanni Xitoycha aloyillikka ega qilib qayta qurib chiqish irodasini bildirdi. Bu demak lagerlar aldirab taqalmaydi. Shuningdek, uning Uyg'ur qatlami aldirab oxirlashmaydi. Xining lagerlarni hozircha taqamasligida mundaq asosiy sabablar bor. Birinchi, lagerni taqash Xitoylarning lagerga hozir dunyodan qattiq yoshirayotgan jinoyatlarning oshkorlanib ketishini keltirib chiqaradi. Ikkinchi, Uyg'urlar g'arb davlatlarining yordamida kuchayib Xitoydan o'zlariga qilingan qatlam uchun o'ch olishi mumkin. Uchinchi, xalqaroning Xitoyga tushirayotgan ojiz va yaxshi koordinatsiya qilinmagan besimning turining bo'lmasligi. To'rtinchi, kelgusida Xitoy markaziy hukumatining markazdagi va sharqiy Turkistondagi bir necha kommunistni xuddi madaniyat zo'r inqilobi oxirlashganda uni xatoligini 4 kishilik guruhga ortib qo'yib, qutilgandek Uyg'ur qatlamiga sababkor qilib o'tirg'a chiqarib qo'yib, xalqaroning jazosidan qutulish mumkinchiligi. Beşinci, Sobiq Sovet İttifoqining 1990-yillarning boshlarida o'tkazgan xatolikni takrorlamaslik uchun Sharqiy Turkiston mustaqilligini kelgusida talab qilish mumkinchiligi bor Uyg'ur millatini pak-pakiz qirib tashlash. 6. XKP ichidagi ultra millatchi Xitoylarning Uyg'urlarning qinini ichish asabiyligini qondirish. 7. Xitoylarning milliy davlatchiligini qurishiga putlakashon bo'ladi deb qaralayotgan Uyg'ur va Tibetlarni uzilgisiz supurib tashlab, birlik Xitoy madaniyatini hukmronligidagi siyosiy kultur barpo qilish nishonini ishga oshirish. 8. Xitoyning terrorizmga qarshi turish modelining muvaffaqiyatli bo'lganligini dunyoga zakarlash va bu modelni eksport qilish. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Uyg'urlarni ilgirlab vayron qilish uchun ularga ortilgan to'qimlarning tayyorligidir. Agar Uyg'urlarning ishiga azroqli diniy mazmun aralashsa, uningga terrorizm qilibini kaydiradi. Agar uningda diniy mazmun emas, balki sekulyar mazmun bo'lsa yoki bu ikkisining Uyg'urlanishi bo'lsa, uni bo'lginchilik bilan ayblaydi. Shu orqali o'zining Uyg'urlarni ilgirlab bostirishini qonuniylashtirdi. 4-si, kollektiv asoratning bir qismi keyingi avlodlarda turli shakllarda ko'riladi. Yaqinda The Atlantic torbetiga ersiyatlik asorat salomatligiga ta'sir ko'rsatadi degan mavzuda bir maqola e'lon qilindi. Maqolada ko'rsatilishicha, 2016 yili Amerika Sinay tig'idagi Rachel Yahuda
doktorxonasındakı doktorlar aman qalğışның asaratının onun avlodlariga irsiyat bo'lib qoldiganligi haqidagi bayqashni o'tirib qo'ydi. O'xshash holdagi natija 1860-yillardagi Amerika ichki urushidagi qattiq qiyinchilikqa uchragan urush asirlarining avlodlaridami turli fizikalik va psixik kasalliklar sifatida boshqalarga solishtirganda ko'p ko'rilgan. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Uyg'ur qatlamimi kelgusida vatandagilar emas, balki chet elki Uyg'urlarning keyingi avlodlariga uzoq ta'sir qiladi. Uning ustiga texmi muhimi Uyg'urlarga bu halokatli qatlamni yurgizayotgan Xitoy hokimiyati va uni qo'llaydigan millionlagan Xitoylar hali ham kuchidan qolgani yo'q. Ular mavjudlar va hozirgidek bo'lgan Uyg'ur qatlamining yaqin arada oxirlashishiga bir narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa kollektiv psixikada ular bilan amdi bil yashash siyosiy nuqtadan emas, balki psixik nuqtadan tasavvur qilasizdыр. Chunki vatandagi Uyg'urlar agar lagerdan chiqsa, Xitoyni ko'rsa, vujudi qo'rqinchdan va nafratdan larzaga kelishi mumkin. Ularning lagerda uchragan inson qalbidan chiqqan xo'rliqlar va zo'ravonliklar haqidagi xotirasi ularning kichikkina xotirjamligi shu yomon bitchit qilib o'tadi. Bu ularning psixik sog'lomligiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Shunga bu qatlam Uyg'urlarga shuni aniq bildirish kerakki, endi Xitoylar bilan birga yashash mumkin emas. Mumkin deyilsa, bu to'liq ruhiy qulluqning ifodasi bo'ladi. Bu siyosiy jihatdagi taslimchilikdan emas, balki texnik mohiyatdagi psixik jihatdagi benormallikning ifodasidir. Bu kollektiv Stockholm sindromining ifodasidir. O'z qotillariga bo'lgan kasalman oshiqlikdir. Vatandagilar hozircha bu oshiqlikqa majburlanyapti. Ammo chet elliklarning bu oshiqligi ularni erkin tanlashidir. Bu ularning erkin tanlashidan manbalangan oshiqlikdir. Shunga mustaqillik qatlamning bu qotillardan uzil-kesil ayrilishini barliqqa keltirishdagi eng muhim yo'ldir. O'zini qo'g'dashdagi politik qo'rg'ondir. U siyosiy jihatdan emas, balki psixik asliga kelish jihatdan Uyg'urlar uchun bir zaruriyatdir. Bu bilakmishayat tugidi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.